Assalomu alaykum. Mani qalbimga yaqinlar. Nimagadir shunaqa kunlar sig'an sari mani organizmim svejiy salatlar talab qilishni boshlaydi va men buning uchun birinchi bo'lib Korzinka Go'ga kirib zakazlarimni qilishni boshlayman. Doim zakazlarim 250 mingdan oshgani uchun dostavka xizmati bepul bo'ladi. Agar siz birinchi marta buyurtma berayotgan bo'lsangiz, 3 martalik buyurtmangiz uchun 90 ming chegirmaga ega bo'ladi. Bu juda ham qulay bo'lgani uchun har doim sizlarga tavsiya qilishdan charchamayman. Birinchi tezgina salatimga kerakli bo'lgan narsalarni olib salat qilishni boshlayman. Salat zo'r o'xshab mazali bo'lib chiqishini eng katta sababini aytaymi? Bu doim svejiy mahsulot ishlatishda. Ayniqsa zelenlari so'lib qolgan bo'lsa, unda salatingiz ham sal bo'shashib chiqishi mumkin. Shuning uchun doim svejiy salatni svejiy narsa zakaz qilganimda boshlayman. Kerakli endi sizlar bilan qolgan narsalarni raspakovka qilamiz. Doim chek bilan mahsulotlarimni solishtirib olaman. Hammasi juda ham idealni to'g'ri chiqadi. Farzandlarimga va o'zimga kerakli bo'lgan hamma narsani Korzinka Go'dan topaman. Sizlarga ham maslahatim, bir marta bo'lsa ham zakaz qilib ko'ringlar. Sizlar ham yaxshi ko'rib qolasizlar. Endi esa qilgan bozorligimning raspakovkasini tomosha qilinglar.